Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Har doimgi Dovon Open'damiz. Xo'p, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Xitoy quyosh salafanimiz juda katta partiyada xo'p yetib keldi. Xo'p, Andijondagi filialdamiz. Akalar ko'pchilik Toshkentmi yo'q Toshkentda emas, Andijondagi bazamizga tushyapti akalar. Syomkada masalan kamchilik bo'lsa, kamchilikga rozi bo'lasizlar. Yaxshi. Bunaqa emas. Ko'rib turibsizlar. Bo'ron. Ko'pchilik buni ham Xitoy quyosh deb beraveradi. Unaqa emas. Quyosh unaqa bo'lmaydi. Original ashada. Ko'rsataman. Original mana buni bo'ladi. Xitoy quyosh original shunaqa bo'ladi. Bemalol, sahra mana bemalol 70-80 kilo odam bemalol ustida yugurib yursanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Chungi nima deyapti? Sifatiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bir qavat holatda. Men qilaman, o'sha.